O'rtoqlar, hozir uy ololmayotgan, qiynalayotgan uy olaman deb, men o'zim ham hozir uy kerak menga, men ham uy olishim kerak. Atrofda ko'ryapsizlar uylarni $100,000, $80,000, $150,000 uylar sizlarga yoqayaptimi? Hozirgi $100,000 uy $1,000,000 chiqib ketmaydimi? Xudo xolisa olasiz, faqat yaxshi niyat. Boshqa hech nima emas. Odamlarning gap so'zi, san kichkina uy, boshqa, hech kim. Hozir sizga gapirib turgan odamlar hozir 50 so'm so'rang, bersa qarzga beradi, bo'lmasa bermaydi. Hozir birovga ishonib qoladigan, birovning gapiga quloq solib, o'zini cho'kitadigan yo bir birovlarga gapi bilan yuradigan zamon emas. Chunki hech kim, bilib qo'ying, hech kim siz bundan zo'r bo'lishingizni xohlamaydi. Har doim mashinangizda tursin. Misol bitta mahallani ko'rgansiz, juda ham chiroyli, sizga yoqadi, zo'r uylari bor, lekin u uyda sotilmaydi deyilgan, hech kim sotmaydi. O'sha uydagi mahalladagilar $500,000 bo'layotgan bo'lsa bitta uyi, siz kelib o'sha paytda oldiga $1,000,000 shunday tashlang, sotmaydigan uyda o'zi yo'q. Eng zo'rini ham olasiz, xudo xolisa. Yaxshi niyat qiling, xudo xolisa nasib qiladi. Bundan eng zo'rlari nasib qiladi. Xudo beraman desa hech gap emas. Xudo berayotganda даже to'xtatilmay qoladi, eplalmay qolasiz. Xudo xolisa yaxshi tomonlarga sarflab eplalmay qolasiz, xudo xolisa. Bitta like va obuna bo'lib qo'ying, xudo xolisa eng zo'rlari nasib qilsin sizga, menga, xudo xolisa.